Assalomu alaykum, hurmatli chorvadorlar. Hozirda shu O'zbekiston hududida ko'p tarqalgan stomatit kasalligiga mana dorilarni qilyapmiz, maxsus malhamlarni qo'yib boryapmiz. Bu nima deyishimiz mumkin? O'sha ko'rsatishingiz mumkin. Maxsus tayyorlangan malham bu. Hozirda bunchalik tayyor spreylar unchalik nima berishmayapti, foyda bermayapti, to'g'risi. Foydani sezmadik, mana ko'rsatishingiz mumkin. Bularimiz bugun mana 3-kun, uje mana yaralarimiz malhamimizni qo'yishni boshlaganimizga 3-kun. Uje o'zgarishlar yaxshi, bizga yaxshi natija beryapti. Bu endi nima buni tarkibida nima bor deyish mumkin. Oddiy o'zimiz paxta moyi, unga yod qo'shganmiz. Yod qo'shib, mana maxsus cho'tka yordamida og'zini, tillarini, o'sha lablarini avlayapmiz. Hozirda 25 bosh qoramolimiz shu kasallik bilan kasallangan. Biz shularni shu ishlarni olib boryapmiz. Xudo xolasa, endi bular faqat og'zini bu obработка qilish bilan o'tgan yo'q. To'g'ri, ukol dorilarni 3 kun davomida temperaturasiga qarab kakpolojni ukol dori darmonlari qilindi. Lekin shu og'ziga ham mana shu yordamida obработка qilyapmiz 2 mahal. Agar siz ham chorvangizda shunaqa kasallik uchragan bo'lsa, sinab ko'rishingizni maslahat beramiz. Mana bular ham uje qo'tir bo'lish holatiga kelgan. Keyin ko'pchilik hollarda shu yara bo'lgan qoramolni og'zi aftaga to'lib ketadi, tillari ko'chib ketadi. Shuni artish kerakmi degan savol tug'iladi. Artsak bo'ladimi, artsak bo'lmaydi. Yaqinroq olib keling. Mana shularni biz birortasiga latta tekkizganimiz yo'q. Mana latta tegmagan bunga birortasiga. Mana o'zini holatida mana nima bo'lyapti? Bitish jarayonida. Hozir buni ko'chiradigan bo'lsam, latta tekkizadigan bo'lsam, mana yara yangiradi, mol yo'q qiynaladi. Bunga latta tekkizmasangiz ham o'zi bitadi. Shunda artmasangiz ham naborot mol qiynalmaydi unda. Artsangiz to'g'ri tez tuzalishi mumkin, lekin mol qiynaladi. Bu holatda ham o'zi juda chiroyli bitadi. Juda chiroyli bo'lib, qo'tir holatida bo'lib, yaqinroqqa kelib ko'rsating. Yana ham yaqinroq mana. Shu mana bitish holatida. Shuning uchun artishni tavsiya bermaymiz. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Endi bu kasallik davomida kasallangan paytda qoramollarda qanday oziqalar bilan oziqlantirishimiz kerak degan savollar ham tug'ilishi mumkin. Unda yengil hazm bo'luvchi oziqalar bilan oziqlantirish kerak. O'sha oddiy mana biz ko'rishingiz mumkin, oddiy kepak, irik kepak, o'sha bug'doyni po'chog'idan to'kib qo'yganmiz. Shu bilan oziqlanib turibdi. Nimagaki bu tez hazm bo'ladi. Unchalik mollardan hazm qilish uchun energiya talab qilmaydi. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Mana bunda ham 3-kun. Hech qanaqa bir latta yetkazmaganmiz biz hali. Umuman latta yokida bir narsa qilmaganmiz. Mana tillarini ham ko'rishingiz mumkin. Artilmagan, birortasi artilmagan. Shunchaki oddiy shu holatda mana obработка qilinyapti. Oddiy shu holatda. Shuning uchun endi oldin biz ham artib tozalardik. Bu yil o'zim ko'p eksperiment qildim shuning ustida, o'zim vet vrach bo'lganimga. Artib o'sha haftalarda yorib davolaganimdan ko'ra yormasdan davolaganlarim tezroq o'tga kirdi, tezroq tuzaldi. O'sish va rivojlanishi ularga nisbatan yaxshiroq bo'ldi. Shuning uchun mana bu qoramolimiz ham yaralari bitgan. Bu mollar Galishtin Fris nimasiga mansub qoramollar bular, parolasiga mansub qoramollar. Asosan bunaqa kasalliklarni ozgina og'ir o'tkazadi o'zimizning mesniy mollarga nisbatan. Nimagaki bularda bizning mesniy mollarimizga nisbatan immunitet ozgina slabiyroq. Mana buni ham ko'rsatishingiz mumkin. Mana og'izdagi yaralarni bugun 3-kun. Mana yaqinroqdan ko'rsating. Mana 3-kun. Yaxshi, mana bunga ham shu ba'zilar bor, shuni ham artib tozalab tashlaydi. Tegmaslik kerak bunga, tegmanglar. O'zini holatida qotyapti, quriyapti.
Buyurun. Eng yomon kasallangan, eng og'ir kasallangan shu 26 ta moduldan shunisi edi mana. Xudo xolasa bugun bundan 3-kun. Lekin mana og'izlarni ko'rsating, operator. Yana ham yaqinroq boring. Mana 3-kun og'izlari yaxshi holatda. Ular o'tir holatiga kelgan. Bu ham ko'rsatishingiz mumkin. Mana bunda ham 3-kun yaqinroqga. Mana shular yeri. Shu yokida shu oldiga kepak to'kib qo'ying oziqlantirishda yoki bo'lmasam shu yengil hazm bo'luvchi mayli beda iloji bo'lsa beda bering yokida boshqa narsa. Mana bunimiz ham juda ham yomon holatda kasallangandi bu ham. Mana juda ham yomon holatda bo'lgan. Lekin mana bu yana bitta nima yarasiga tegmaganmiz biz, lekin o'zimiz holatida mana qo'tir bo'lib, xudo xolasa 3-4 kun ichida tushib ketadi bu ham. Bilinmay qoladi. Inshaalloh. Avvalo nima biz sababchimiz shifo Allohdan, lekin yaxshi natija berib boryapti. Endi bu tarafdagi bolalarimiz bularga kasallanganiga bugun 2-kun ketyapti. 2-kuni ular ham Rossiya Federatsiyasidan kelgan. Ular ham shu Galiciya arodasiga mansub qoramollar. Meditsinalarni boshlaganmiz, usul dorilarni qilyapmiz. Hozirda shu og'zimizga ishlov beramiz. Mana hozir buni tarkibini aytib o'tdim. Oddiy yodimiz taxta moyi. Buni afzalligi nimaga endi sen buni tavsiya qilyapsan desa, mayli og'izga sepadigan spreylardan foydalaning, bundan ham foydalaning. Bu yog' o'sha teriga tekkandan keyin teridan ketmaydi uncha-munchaga. Suv ichadimi, hashak yeydimi yoki atalar yeydimi? Teridan ketmaganligini hisobiga bu o'sha joyda saqlanib turadi ozgina. Doringiz o'sha joyda saqlanib turganining hisobiga tezroq samara beradi. Suvni shu o'tkazmaganiga o'zidan ushlab turadi. Hormonlarimda ham shunaqa natija. Mana bundan 2-kun o'zlarida mana yaralariga tekkanimiz yo'q biz. Mana yangi shular yara, lekin bir kun ostidan surtaganmiz, qo'lda qilganmiz. Mana o'zining holatida qatgan. Ko'rishingiz mumkin mana. O'zining holatida qatgan. Yana ham yaqinroqqa keng. Ko'rsating. Mana yana ham o'zining holatida qatgan. Agar shuni ko'chirsak, o'tdan qoladi, ozgina qiynaladi va 2-3 kun yemasligi mumkin. Bu holatda yeb turadi. Mana obrobotka qilish shu tartibda keyin til va tanlay boshlagan. Yeridagi suv qochgan. Ertaga xudo xolasa qo'tir holatiga keladi shu ham. Shu qoramol og'iz bo'shlig'i yaxshi bo'lib tursa, o't yeb turadi-da, o't yeb turgandan keyin o'zing o't yeb turadi, qoramol shu o't yeb tursa, tezroq kuchga kiradi, baquvvatlashadi. Mana bu mollarni ko'rsatishim mumkin. Mana ba'zi dorilarni nima qilganimizdan keyin, berganimizdan keyin
yeyishni boshladi mollar. Ularimiz ham yemay qoldimiz, o'tdan to'xtadi. Unchalik emas, strashniy bo'lib juda ham ko'p o'tdan to'xtab qolgani yo'q. Mana shu natijalar. Mana bu qoramonlarni deyapti. Bu faqat mana kepak ko'rishingiz mumkin. Kepakdan boshqa narsa berganimiz yo'q 3 kundan beri biz. Kepakni ham qanaqa unlisi emas, unli kepakni tavsiya qilmaymiz. Unda nima bo'ladi? Tarkibida un ko'p bo'lganiga ularni hazm qilish qiyin, lekin eng o'sha yengil hazm bo'luvchi bu o'sha kepakni, irq kepagi, ya'ni bug'doyning po'stlog'i bo'ladi. Bug'doyning po'stlog'ini berib borishingizni tavsiya qilamiz. Og'zini ham shu og'zini ikki marotaba o'tga iloji boricha endi biz qo'ldan kelgancha quruq saqlashga harakat qilyapmiz. Firmachiga aytyapmiz. Quruqroq saqlashni imkon qadar qilyapti, lekin yana ham bundan quruqroq saqlansa yaxshi bo'ladi. Tuyoqlariga o'tib ketmaydi. Tezroq zarinini bermasdan tezroq tuzaladi. Qoramollarimiz tezroq tuzaladi. Ko'rsatishingiz mumkin mana. Qoramollarimiz xudo xolasa ishimiz ko'zga ko'rindi. Yeb turibdi. Bu yerga keling mana. Keyin to'xtatganlardan yana bittasi. Mana shu qoramolimiz mana qora ikkinchi. Men o'tga kirdi, o't yeyapti, ozgina nimasi ham chiqdi, qorni ham chiqishni boshladi. Buni davleniyasi tushib ketib qoldi. Temperaturasi shu 36 ga tushib ketib qoldi. O'shanda 36 ga tushib ketib qolgandan keyin kapelnisini quydik, kerakli muolajalarni qildik. O'ziga keldi, yaxshi, Xudoga shukr. Bu ham yaxshi. Agar shunaqa nima demoqchiman, hozir xalq orasida bitta ikkita gap tarqabdi. Qoramollarga yashil paytda kapelnisa o'sha, ya'ni osmon ko'lab ulab bo'lmaydi degan gap tarqabdi. U bo'lmagan narsa. U hech qanaqa u osmon ko'l ulagaydigan bo'lsa, vetvrach kelib turib o'pkasiga suv to'plab qo'yar ekan, undan keyin mol o'lib qolar ekan degan gaplar tarqabdi. U bo'lmagan narsa. Qo'rqmasdan kapelnisani o'sha me'yorida, o'sha ko'rsatilgan ko'rsatkichlariga qarab, qanaqaligiga qarab, misol uchun davleniyasi tushib ketgan bo'lsa, o'shanga qarab, osmalardan turi ko'p misol uchun. Faqat natriy glukozdan iborat emas, undan boshqalari bor. Kerak bo'lsa o'sha aminokislotalardan ulatish kerak. Kalsiyga boy nimalardan qildirib ulatib, holatiga qarab yemay qolganlariga tomirdan quvvatlantiruvchi berib turish kerak. Biz bularimizni ham, qoramollarimizga ham kapelnisa ulaganlarimiz bor. Hammasiga ulamadik, lekin holatidan kelib chiqib ulab qarab turibmiz. Shuning uchun agar qanaqadir maslahat keladigan bo'lsa, albatta nomerlarimizni pastga yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan Ahrorbek jamoasi bo'ldi. Rahmat. Mana bir hafta oldin o'sha sistematik bilan kasallangan qoramollar. Mana holati qanaqa yeyapti? Ko'rishingiz mumkin.